Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan aziz tomoshabinlar. Bugun O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorij valyutalarini so'mga nisbatan qiymatini e'lon qildi. Bunga ko'ra, 1 AQSh dollari 12.097 so'mni, 100 dollar esa 1.209.700 so'mni tashkil qiladi. Yevro kursi esa bugun 14.194 so'mni tashkil qilmoqda. Endi Rossiya rubliga e'tibor qaratamiz. Bugun 1 rubl 151 so'm 77 tiyin, 1000 rubl esa 151.770 so'mga teng. Qozog'iston tengisi esa bugun 23 so'm 14 tiyin bo'lib turibdi. Har kuni yangilanib boradigan kurslarimizdan xabardor bo'lish uchun va bizga yordam sifatida kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosishni ham unutmang.